Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Opa, tinchlikmi? Tinchlik emas. Siz meni qizimni baxtsiz qildingiz. Voy. Men nima qildim, opa? Sizni gapingizga ishonib, men surishtirmay o'sha xonadonga qizimni bergandim. Endi bilsam, adashgan ekanman. Siz meni chalg'itdingiz. To'yni ham tezlashtirib yubordik. Mana endi oqibati. Men nima qildim axir? O'zingizni jinnilikka solmang. Kuyov tarafi rosa maqtadingiz-ku. Ja namunali oila, onasi ham yaxshi ayol dedingiz. O'g'lini ham odobli deb maqtagandingiz. Ko'rdim o'sha odobli o'g'lini ham, yaxshi onasini ham. Men nima qilay axir? Rostdan ham yaxshi edi-da. Men sizga bor gapni gapirganman. Aldayapsiz. Hozir ham aldayapsiz. Siz boshidanoq ularni qanaqaligini bilgansiz. O'shaning uchun ham hech kim qiz bermagan ularga. Qizimning hayoti tiklanib ketsa ketdi. Aks holda men sizni tinch qo'ymayman. Shuni bilib qo'ying. Meni bitta qizim bor. Men uni baxtsiz bo'lishini xohlamayman. Zarif opa, opa to'xtang. Voy xudoyim. Assalomu alaykum Pardopa. Siz keldingizmi? Ha, keldim. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ularday kechikib kelganimmi? Boshliq sezmadimikin? Yo'q, menimcha hech kim sezmadi. Xavotir olmang. Hali boshliq bizni xonamizga kirgani ham yo'q, hech kimni so'ragani ham yo'q. Voy, unda juda ham soz. Shoshilib keldim-a. Pardopa, o'z tinchlikmi? Hech ishga kech keladigan odatingiz yo'q edi-yu. Sizga aytsam, zo'r yangiligim bor. Xo'sh, qanaqa yangilik ekan? Men hozir to'ppa-to'g'ri siz mahallangizdan kelyapman. Meni mahallamda? Tinchlikmi? U yerga nega bordingiz? Ha, o'g'limga o'sha yerdan bir qiz topdik. Menimcha siz u qizni juda ham yaxshi taniysiz. Siz uyingizga yaqinroq joyda turishar ekan. Kim ekan u? Zilola ismli qiz. Onasini oti nima edi ama? Ha, onasini ismi Zarifa ekan. Voy, ularni juda ham yaxshi taniyman, ko'pa. Menga qarang, Manzuraxon. Oilasi yaxshimi? Yaxshi oilamikin, ha? Nima deysiz? Xudo bo'lsam bo'larmikin? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Yomon oila emas. Manzuraxon, siz endi meni yaqinimsiz. Anchadan beri birga ishlaymiz. Shuning uchun faqat menga ochig'ini ayting. Bilasiz-ku, bu yerda o'g'limning taqdiri haqida gap ketyapti. Shuning uchun 7 o'lchab bir kesmasam bo'lmaydi. Agar ular rozi bo'lishsa, hech ikkilanmasdan to'yni boshlayvering, opa. Zarif opa ham, qizi ham juda ham samimiy. Oilasi ham namunali oilalardan. Voy, rostdanmi? Unda bo'lmasa ertadan keyin yana sovchilikka boraman. Bo'ldi, shunday qilamiz. Ha. Qani? Xush kelibsiz. Rahmat. Qani ilohim. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammani uyida to'y bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Men hozir bir choyga qarab boray. Yo'q, hech narsa kerak emas. Ovora bo'lmang. Bugun dam olish kuni uyda ekanligingizni bilib, yoningizga chiqib kelaverdim. Juda yaxshi qilibsiz-da. Ha, o'zingiz qalaysiz? Charchamay ishlayapsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Shukr. Rahmat. O'zingizda nima yangiliklar? Yangilikni menimcha o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Bir ayol uyimga tinmay sovchilikka kelyapti. Ularni aytishlariga qaraganda siz bilan birga ishlar ekanlar. Shu gap rostmi? Ha, Farida opani aytyapsizmi? Ha. Yigitning onasining ismi Farida edi. Ha, biz ular bilan birga ishlaymiz. Bitta xonada ishlaymiz. O'sha ayol qanaqa ayol? Oilasi qanaqa? Endi siz mendan ko'ra yaxshiroq bilsangiz kerak. Har holda ancha yildan beri birga ishlar ekansizlar-ku. Farida opam juda ham yaxshi ayollar. Oilalari ham havas qilsa arzugulik oila. O'g'illari ham odobli, aqlli bola. Ishxonaga ham tez-tez kelib turadi. Men o'g'illarini ko'p marotaba ko'rdim. Hatto bir safar tug'ilgan kunlarda, Farida opam tug'ilgan kunlarda uylariga borganman. Uylari yaxshi, zamonaviy, did bilan qurilgan. Ha, uylari mayli. Menga o'zlari yaxshi odamlarmi? Shundan gapiring.
Aytyapman-ku, judayam yaxshi oila. O'qimishli, aqlli, vijdonli odamlar. Demak, ularga rozilik bersam bo'laveradi-ya? Voy, nega bo'lmas ekan? Ha, aytgandek, o'zi qizingiz bilan Abrorbek uchrashuvga chiqishdimi, uchrashib ko'rishdimi? Ha. Ular 2-3 marta uchrashishdi. Menimcha, yoshlar bir-biriga ma'qul. Bo'ldi-da. Mana bu yog'i ham tayyor ekan-ku. Endi qo'rqmasdan to'yni boshlavursangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Yaxshiyam siz borsiz. Bo'lmasam, men ularni qayerdan ham surishtirardim. Voy, rahmatga arzimaydi. Ha, mayli. Men endi chiqa qolay. Uyda qiladigan ishlarim ko'p edi. Ha, o'tirsangiz bo'lardi, suhbatlashib o'tirardik. Mayli, boshqa safar chiqaman. Qani omin. Ilohim tinchlik xotirjamlikni bersin. Alloh akbar. Mayli. Tanlab tosiga uchrading degani shu bo'lsa kerak edi. To'g'ri, bu kelinni qilayotgan ishlarini qara, hammasi chala-ya. Bola, bunga onasi bir ish-pish qilishni ham o'rgatmaganmi? Manzura maqtaganiga laqqa ishonib kelin qilib o'tiribman. Ana, hovli supuryapti. Qancha narsa qolib yotibdi. Shunaqa ham chala supuradimi? Xudoyim-a. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldim. Abrorbek uyg'onmadimi? Ha, hozir turib qolsalar kerak. Choy ichib tursiz, men nonushta tayyorlab kelaman. Sizga necha marotaba aytganman-a? Oldin nonushtani tayyor qiladi. Ana undan keyin choylarni olib keladi issiqqina qilib. Ha, nonushtani olib kelganingizcha, mana choy ulgur sovib bo'ladi-ku. Uzr oyijon, men tez tayyorlab kelaman nonushtani. Kelin, sizga haligacha ko'k choy damlashni o'rgatolmadim-a? Uzr, sekin-sekin o'rganib olarman oyijon. Mayli. Ertalabdan kayfiyat tushirmaylik. Iltimos sizdan kelin. Bundan keyin bitta choynakda ko'k choy damlab keling, xo'pmi? Men sizga har doim aytganman. Men ko'k choy ichaman. Shu esingizdan chiqmasin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yaxshi qilib tirdingizmi? Rahmat, yaxshi. Yaxshi bo'pti-da bolam. Yaxshi bo'pti. Hozir o'tirib nonushta qilamiz, xo'pmi? Buvijon, shirguch pishiribeylar. Eshitdingizmi kelin? Navaramni shirguruch yegisi kelyapkan ekan. Nima? Shirguruch? Shirguruchni qanaqa qilinardi oyijon? Oppo. Onangiz o'rgatmaganmi? Uzr, oyijon, esimdan chiqibdi. Bo'pti, borib sut qaynating, o'zim borib qilaman. Xo'p bo'ladi oyijon. Buvijon, kenayam shirguch pishirib beradilarmi? Keyin baloni ham bilmas ekan. Hozir o'zim pishirib beraman. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi dam olib keldingizmi? Xo'sh, uyda nima gaplar? Zilola xonam yaxshimilar? Siz kelin tushirib olib, maza qilib yuribsizmi? Ha, yaxshi, yomon emas. Oyoq qo'li chaqqongina, aqlli qiz ekanmi, opa? Xizmatingizni rosa qilayotgandir? Yomon emas-u, lekin siz maqtaganchalik emas ekanda. Voy, Fardopa, nega unaqa deyapsiz? Xotirasi pastmi? Yo, ataylab qiladimi, bilmayman, ish qilib. Tayinlagan ishlarimni hammasini teskarisini qiladi. Men boshqa qaynonalarga o'xshab yo'q joydan ayb qidirmasam, lekin borini gapirmasam bo'lmaydi. Turmushga chiqqandan beri, ya'ni biznikiga kelin bo'lib tushgandan beri chiroqlarni o'chirib yuring, kelin. Esingizdan chiqmasin, chiroqlarni o'chiring deb 100 marotaba aytdim. Quloqiga olgani yo'q.
Hali qarasam hammom chirog'i yonib qoladi. Hali qarasam oshxonaning chirog'i yonib qoladi. Tuni bilan qolib ketadi. Ha, mayli Farida opa, siqilmang. Sekin-sekin o'rganib ketar. Ha. Men ham shunday deb umid qilyapman. Zilola! Zilola! Labbiy Abror aka, Noshta tayyorlagin, ketishim kerak. ishga borasizmi? Bu qanaqa savol bo'ldi? Albatta boraman-da. Soat 9dan oshdi. Kech qolmaysizmi ish qilib? Yo'q, soat 11da yig'ilishim bor. Shunga yetib borsam bo'ldi. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Ha, aytgancha, oq ko'yni ham dazmollab qo'ydingmi? Yo'q, hozir bir posta dazmollab qo'yaman. Men senga kecha tayyorlagandim-ku. Hozir agar so'ramasam ketar chog'imda ko'ylagingiz hali tayyormas deb turarmiding, ha? Kecha tayyorlaganingiz yodimda endi. Ko'rib turibsiz-ku. Uydagi ishlar ham tugaydimi? Shu ishlar bilan bo'lib ulgura olmadim. Hech gapdan qolmaysan desana. Unda bitta gapdan qol, ayol bo'lib. Voy, nega unaqa deysiz? Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Nima qilyapsizlar? Hech narsa, senga nima? Bor, ishini qil. Davay. Abror aka, Jamoliddin nega bizning uyimizda yuribdi? Opam xizmat safari bilan chet elga ketganlar. Kelgunlaricha biznikida yurib turadi. Nima? Senga og'irlik tushyaptimi? Ha? Yo'q, shunchaki so'radim. So'rama, bor ishingni qil. Nonushta tayyorla. Namuncha qo'polsiz? Turmush qurganimizga hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. Siz esa mendan zerikdingiz-a? Ko'nglingiz bo'lmasa uylanib nima qilardingiz? Meni xotin o'rnida ko'rasizmi o'zi? Ko'p savol bermagin. Bunaqa saviyasiz savollarga toqatim yo'q. Meni savollarim saviyasiz bo'lib qoldimi? Men haqiqatni gapiryapman. Doim jirkib berasiz, qo'pol muomala qilasiz. Qo'y, ertalabdan men bilan tortishib asam buzmagin. Mayli, insofni o'zizga bersin. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizni kutib turgandim. Uyingizga borsam hali ishdan kelmadi deyishdi. Ha, tinchlikmi o'zi? Nima gap? Tinchlik emas-da, qo'shni. Shu kuyovim biroz mijg'ov chiqib qoldi. Voy, nega unaqa deyapsiz? Qizimga hech kun bermasmish. Xullas, ikkisini yuldiziga to'g'ri kelmagan ko'rinadi. Arzimagan narsalardan kuyovim ham, qaynanasi ham ayb toparkanlar. Qizim qiynalib ketdi. Axir bunaqada yashab bo'ladimi? Unaqa demang endi. Yaxshi niyat bilan bitta yostiqqa bosh qo'yishdi. Iloyim o'zlaridan tinib, baxtli bo'lib ketsin. Men ham tunu kun shunday deb niyat qilaman. Ammo baribir o'z bolamga rahmim kelganidan gapiraman-da. Siz ko'p tashvishlanmang, xo'p? Vaqt soati kelib ko'rasiz. Hammasi iziga tushib ketadi. Ish qilib shunaqa bo'lsin. Yuring uyga. Uyda gaplashib o'tiramiz. Yo'q, kayfiyatim yo'q. Yaxshisi uyga bora qolay. Mayli. Mayli. Abror aka, sizni juda yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuz yoshlar bilan yuzlashib yuring. Hurmat bilan, Zilola. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Biror joyga borib bayramni nishonlaymizmi? Yo'q. Shu paytgacha tug'ilgan kunni uyda nishonlaganmiz. Bundan keyin ham shunday bo'ladi. Shunaqami? Ovqating tayyormi? Yarim soatlarda tayyor bo'ladi. Dasturxon ham tuzatyapman. Bo'pti, tez bo'la qol. Xo'p. Chindan ham bunga juda qo'pollik qilyapman. Tabiatim shunaqa bo'lsa nima qilay? Yaxshi gapirmadi degani yaxshi ko'rmaydi degani emas-ku. Balki yaxshi ko'rarman. Nima bo'lganda ham meni o'zgartirish qiyin.
onasi. voy Ha, o'tiraver, Dadasi keldi. o'tiraver. Nimalarni o'ylab o'tiribsan? Tinchlikmi ish qilib? o'zim shunchaki. Ha, tinchlikmi o'zi? Bir necha kundan beri kayfiyating yo'q. Ishxonangda biror muammo tug'ildimi? Yo'q, ishxonamda hammasi joyida. Ha, unda nega qovog'ing ochilmayapti? Ana, bolalaring ham hayron. Onam biz bilan tuzlu, quruq gaplashmayapti deyishyapti. Biroz charchayapman shekilli dadasi. Qo'yavering, menga ahamiyat bermang. Ha, charchagan bo'lsang, mayli. Bir muammo bo'lmasa bo'ldi. Aytdim-ku, hech qanaqa muammo yo'q. Menga qara, agarda charchagan bo'lsang, 5-10 kun sanatoriyga yuboraymi? Dam olib, havo almashtirib kelasan. Yana ozroq ishlik dadasi. Keyin siz aytganday borib bir havo almashtirib kelaman. Mayli. Onasi, men mahallaga chiqib ketayotgandim. Agar uyga biror narsa kerak bo'lsa, aytgin. Qaytishimda olib kelaman. Yo'q dadasi, uyimizda hamma narsa yetarli. Mayli. Unda bo'lsa, mahallaga men chiqib kelay. Ha. Yaxshi borib keling. Xo'p. Farida opa, tinchlikmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Tinchlik emas. Tushunyapsizmi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi Farida opa? Kelinim arazlab ketib qoldi. Bir og'iz menga aytmasdan ketibdi. Shunaqayam tarbiyasiz qizni kelin qilamanmi? Sababini o'zi ham bilmasa kerak nimaga ketganini. Oilasini o'ylagan ayol ketib qolarmidi? Balkim onasi yo'ldan urgandir-da. Tinmasdan onasi bilan gaplashadi. Abrorbek aytgandir nima uchun ketganini. Bu ikkalasi chiqisholmadi. Mana turmush qurganiga 1 yil bo'lyapti. Hali ham farzanddan darak yo'q. Mayli. Farzandi-yu erta kechi yo'q. Bularni bir-biri bilan kelisha olmayotgani meni tashvishga solyapti. Mayli, siqilmang Farida opa, yaxshi bo'lib qolishar. Aytishadi-yu, o'zi ketar yor, o'zi kelar yor. Bekorga aytishmagan shular. Hali qaytib keladi o'zi, qarab turing. Sizga gapirish osonda. O'zichi? Sizga ishongan men o'zim ahmoqman. Nimalar deyapsiz opa? Nega unaqa deysiz? Men nima qildim? O'shanda siz meni aldagansiz-da. Esingizda bormi? Juda yaxshi oila, juda yaxshi qiz deb, juda tarbiyali oila deb rosa maqtaganingiz esingizda bormi? Men sizga bor gapni gapirganman. Yolg'on gapirmang. Mahallangizda o'tmay qolgan qizni bizni aldab, maqta bizga o'tkazgansiz. Bechora o'g'limni hayotini izdan chiqargansiz. Qo'ying, Farida opa. Nimaga tuhmat qilyapsiz? Men bor gapni gapirganman. Qo'ying. Kelib sizga ishonamanmi? Juvonnami bo'lsin. Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Opa, tinchlikmi? Tinchlik emas. Siz meni qizimni baxtsiz qildingiz. Voy. Men nima qildim opa? Sizni gapingizga ishonib, men surishtirmay o'sha xonadonga qizimni bergandim. Endi bilsam, adashgan ekanman. Siz meni chalg'itdingiz. To'yni ham tezlashtirib yubordik. Mana endi oqibati. Men nima qildim axir? O'zingizni jinnilikka solmang. Kuyov tarafi rosa maqtadingiz-ku. Ja, namunali oila, onasi ham yaxshi ayol dedingiz. O'g'lini ham odobli deb maqtagandingiz. Ko'rdim o'sha odobli o'g'lini ham, yaxshi onasini ham. Men nima qilay axir? Rostdan ham yaxshi edi-da. Men sizga bor gapni gapirganman. Aldayapsiz. Hozir ham aldayapsiz. Siz boshidanoq ularni qanaqaligini bilgansiz. O'shaning uchun ham hech kim qiz bermagan ularga. Qizimning hayoti tiklanib ketsa ketdi. Aks holda men sizni tinch qo'ymayman. Shuni bilib qo'ying. Meni bitta qizim bor. Men uni baxtsiz bo'lishini xohlamayman. Zarif opa, opa to'xtang. Opa, axir bu nima deganingiz? Men hech narsani bilmayman. To'yimga ketgan hamma xarajatlarni berasiz. Bilasizmi o'zi? To'yga qancha xarajat, qancha chiqib ketganini bilasizmi o'zi?
Kuyib qoldik shuncha xarajatga. Kuyib qoldik. Sizni yolg'oningiz sababli kuyib qoldik. Opa, ne menga baqirasiz? Tavba, baqirmang menga. O'zi insonlarga yaxshilik qilish ham kerak emas ekan. Men bilan janjallashguningizcha, o'g'lingiz bilan keliningizni murosaga keltiring, opa. Nimalar deyapsiz? Ha? Nimalar deyapsiz? Qilar ishni qilib qo'yib, endi menga ag'daryapsizmi? Men qo'limdan kelgancha yarashtirishga harakat qildim. Lekin kelinimning o'zi yomon. Odamning yomoni bo'lmaydi. U bilan til topishishni bilish kerak. O'g'lim necha marotaba bordi. U kelishni xohlamayapti. Ey opa, demak qattiq xafa qilgansizlar. Uni hech kim xafa qilgani yo'q. Bir aqlsiz, tarbiyasiz qizni kelin qilganimizdan boshqa xatoyimiz yo'q bizni. Unda opa, bilganingizni qiling. Menga baqirmang. To'yga ketgan pullarni tiyinigacha hammasini sizdan undirib olaman. Bilib qo'ying. Siz biz oilamizga tashvish olib keldingiz. Bo'ldi qiling opa. Boshim og'rib ketdi. Tavba qildim. Qarang ya, hali shoshmay turing. Hammasiga javob berasizlar. Farhod aka, shoshmay turing. To'xtab turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zarifaxon, tinchlikmi? Yo'q, tinchlik emas. Xotiningiz ishdan keldilarmi? Yo'q, hali kelmagan. Kechroq kelishini bilasiz-ku. Ha, men qo'ng'iroq qilib ertaroq keling degandim. Hali ham kelmadilarmi? Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Tinchlikmi-sha? O, yana qaytarasiz-a? Aytdim-ku tinchlik emas deb. Bir oilani tashvishga ko'mib qo'yib, xotiningizni mazza qilib ishlab yurishini qarang. Tushunmadim. Qo'ysangiz-chi, nimasini tushunmaysiz? Hamma gap so'zlardan xabaringiz bordir. Ayolingiz menga bir betayin oilani rosa maqtab, meni qizimni baxtsiz qildi. Ana endi qizim uyda o'tiribdi. Ayolimni bu ishlarga nima aloqasi bor? Manzuraxonni o'zlari bilan gaplashsangiz, hammasini aytib beradilar. Xo'p, siz nega menga bu haqida gapiryapsiz? O'sha hamkasbga aytib qo'ysinlar. O'g'li bilan qizimga alohida uy-joy qilib bersa, keyin qizim yashaydi ular bilan. Aks holda qizimni ajrashtirib olaman. Javobini esa o'sha yolg'onchi xotiningiz beradi. Shu gapimni aytib qo'ying xotiningizga. Soat ham allamahal bo'lib qoldi. Xotinim ishdan bunaqa kech keladigan odati yo'q edi-ku. Tinchlikmikan? Telefoni ham o'chiq. Yana bir qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Alo? Alo, dadasi. Manzura bormisan? Qayerlarda yuribsan? Yuraklarimni yorib yuboray deding-ku. Men yaxshiman, xavotir olmang. Nega buncha kech qolding? Qayerdasan? Ayt, borib olib kelaman. Men ishxonamdaman. Ishdan vaqtliroq chiqib ketdim-da, hamma ketishini poylab turib, yana ishxonaga qaytdim. Menga qarang, mahalladagilar hammasi uxladimi? Ha, uxlagandir. Vaqtim allamahal bo'ldi-ku. Zarif opa janjal qilib kirmadimi ish qilib? Yo'q, uyga kirgani yo'q, lekin ko'chada menga bir ikki og'iz gap gapirdi. Ochig'i, uyga borishga ham, ishxonaga kelishga ham bezillab qoldim dadasi. Mana, ishxonadan vohri chiqib, hamma ketishini kutdim. Ayniqsa Farida opa chiqib ketgandan keyin xonamga qaytib kirdim. Endi mahalladagilar uxlagandan keyin boraman deb o'tirgandim-da. Kelaver endi onasi. Hech kim bezovta qilmasa kerak. Xo'p, hozir boraman dadasi. Shoshma, sen o'sha yerda bo'lib turgin. Men hozir borib seni olib kelaman. Mayli, xo'p. Ha? Manzuraxon bizni muammolar girdobiga tashlab
sekingina ariza yozib bo'shab ketmoqchimisiz? Bugunni o'zidayoq arizamni yozib ketaman. Menga qarang. Ishdan bo'shaganingiz bilan mendan qutula olmaysiz. Anakondalar bilan gaplashdingizmi? Farida opa, nega tushunmaysiz? U yoqda ular, bu yoqda siz. Qonimni ichyapsizlar. Bitta o'tda orasida qolib, kuyib kul bo'ldim men. Hali sizga bu kam. Hali ko'p kuyasiz. Bundan keyin o'ylab ish qiladigan bo'lasiz. Birovlarning taqdiri bilan o'ynashish qanaqaligini bilib, burningizga suv kirgandan keyin, ana undan keyin o'zingiz sekin tushunib olasiz. Qayoqdan ham sizga ularni maqtadim. Undan ko'ra u yoqqa ham, sizga ham bir-biringizni yomonlab, men tanimayman deb qutulsam bo'lar ekan. Ana, endi o'zingizga kela boshladingiz. Xuddi shunaqa qilganingizda men ham o'zimiz ham yaxshilab surishtirgan bo'lardik. Sizni gapingizga ishonib, to'yni boshlagan o'zim ahmoqman. Iltimos Farida opa, menga ko'p baqir-chaqir qilmang iltimos. Qon bosimim oshib ketyapti. Bizni-chi bizni? Bizni ham qon bosimimiz oshib, sahrimiz ham oshib ketdi. O'g'limni ham yurish turishida halovat yo'q. Mahalla ko'yi oldida boshimizni ko'tara olmay qoldik. Bilganinglarni qilinglar, xo'p opa. Baribir qochib qutula olmaysan. Shoshmay tur. Alo. Manzuraxon, qayerdasiz? Siz bilan uchrashib gaplashib olishimiz kerak. Meni topa olmaysiz. Sizlardan to'yib ketdim. Shuning uchun uzoqlarga ketmoqchiman. Bekorlarni 5 tasini aytibsiz. Avval mana bu ikkita qudani kelishtirib qo'yib, muammolarni hal qilib, keyin ketishingiz mumkin. Yo qizingiz bilan kuyovingiz kelisha olmasa, menda nima ayb? Jonga tegib ketdinglar-yu. Undan ko'ra meni qamatib boringlar. Qo'lingizdan kelsa o'ldirib boringlar. Sizlarga o'yinchoqmanmi men? Hali u deb ko'rasizlar, hali bu deb ko'rasizlar. Ha siz emas, mana biz o'yinchoq bo'ldik. Xohlagan kuyingizga soldingiz. Undan ko'ra bir og'iz rostini aytib, "Opa, o'ylab ko'ring, u oila biroz tarbiyasizroq" desangiz bo'lmasmidi? Men qayerdan bilay, a? Bo'ldi qiling. Ko'p gapirmang. Uyingizga qachon kelasiz? Ko'rishib gaplashib olamiz. Kutmang, foydasi yo'q. Men baribir bugun bormayman. Nimalar bo'lyapti o'zi? Aslida ikki oila ham yomon emas. Shunchaki arzimagan kelishmovchiliklar sababli shunaqa janjal. Xudoyim. Bunaqada yosh oila buzilib ketishi ham hech gap emas. Nega ular aybni faqat mendan qidirishadi? Nega? Odamlarga ham hayronsan. Endi nima bo'lgan taqdirda ham boshlagan ishimni oxirigacha yetkazishim kerak. Boshqa choram yo'q. Manzura opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abrorbek, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, shukr. Tinchlikmi? Nimaga chaqiruvdingiz? Sizda zarur gapim bor edi. Bilaman, hozir onangiz ishdalar. Shuning uchun bemalol siz bilan gaplashib olay deb keldim. Keyin yana bir gap. Siz bilan uchrashganimizni oyingiz bilmay qo'ya qolsinlar, xo'pmi? Xo'p, bu haqda hech kimga aytmayman. Unday bo'lsa juda yaxshi bolam. Manzura opa, o'zi nima gap? Abrorbek, siz juda ham aqlli, odobli va tarbiyali yigitsiz. Xudoga shukr, dunyo qarashingiz, fikrlashingiz joyida. Xo'sh, nima demoqchisiz? Zilolaxon bilan nima sababdan kelisha olmayapsiz? Men shunga hayronman. Zilola ham axir yomon qiz emas-ku. Mendan ko'ra yaxshiroq bilsangiz kerak uni. U eng asosiysi juda ham tarbiyali qiz. Shu paytgacha birorta yigit bilan gaplashib yo sevishib yurganini hech kim ko'rmagan. Shunday qiz. Nahotki sizni ko'nglingizdan joy topa olmagan bo'lsa? Manzura opa, haligi Men sizni oilangizni ham, ayolingizni oilasini ham juda yaxshi bilaman. Ikkala oila ham yaxshi oila. Boshida ham maqtaganman ularni, hozir ham maqtayman. Abrorbek, o'g'lim, oradagi gap so'zlarga chek qo'ying. Ayolingiz bilan yarashing, uni uyga olib keling. men bosh egib 2-3 marta bordim. Lekin Zilolani o'zi kelish xohlamayapti. Yangi uy olib alohida yashashga va'da bersam, ana undan keyin kelarmish. Manzura opa, axir men yolg'iz o'g'il bo'lsam, onamni tashab, qanaqasiga xotinim bilan ketib qolaman. U aytaveradi-da. Siz unga yaxshilab tushuntiring.
qaynona bor uyda baraka ham bo'ladi-ku bolam. Xudo xolasa ertaga farzandli bo'linglar. Hali Farida opamning yordamlari ko'p tegadi unga. Shularni hammasini o'g'lim siz Zilolaga tushuntiring. U hali yoshlik qilyapti-da. Keyin u bilan men o'zim ham gaplashib ko'raman. Mayli. Agar fikrini o'zgartirsa, men ham o'ylab ko'raman. Ochig'i ajrashga qaror qilib turdim. Yo'q, bolam. Xulosa chiqarishga, qaror qilishga shoshmang, xo'pmi? Xo'p, opa. Vaqtingizni oldim, bolam. Ming bor uzr. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'rarsiz, maylimi? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Zilola, seni uyimga chaqirishimdan maqsad gaplashib olaylik degandim. Bilasan, men seni o'z qizimdek yaxshi ko'raman. Menga ochiqini gapir. Xo'sh, nega Abrorbek bilan ham, qaynonang bilan ham kelisha olmayapsan? Ular meni hurmat qilishmaydi. Vaqti kelsa odam o'rnida ham ko'rishmaydi. Adashasan qizim. O'ylab ko'rmadingmi? Balki sendan ham xatolik o'tgandir. Xavotir olma qizim. Menga ochiqini aytishing mumkin. Uyda hech kim yo'q. Mendan xatolik o'tganmi, o'tmaganmi bilmayman. Lekin ulardan ko'p xatolik o'tgan. Qaynonang juda ham yaxshi ayol. Qizim, ering ham yaxshi yigit. Shuning uchun sanchi sabr qilib yashashni davom et. Yo, ering uradimi? Yo'q, umuman urmaydilar. Bo'lmasam nima? Ichib keladimi? Yo, ichkilikka ruju qo'yganmi? Abror akam umuman ichmaydilar. Balki boshqa birortasi bilan yurar. Qayoqda? Erimni ayollarga toqati yo'q. Ularning uyida och qolib ketmadingmi? Yo'q, muzlatgichi doim to'la turadi. Ha, bo'ldi-da. Senga yana nima kerak? Mengami? Menga mehr kerak, e'tibor kerak. Manzura opa, Uyga vaqtli kelayotgani, ichmayotgani, ro'zg'orini ta'minlab qo'yayotgani senga bo'lgan e'tibor emasmi, qizim? u bularni balki onasi uchun qilayotgandir. Hech bir gapdan qolmas ekansan-da o'zi ham. Men seni tushungan, aqlli qiz deb yurgan ekanman. Ha, mayli. Endi nima ham derdik? Taqdir shu ekan. O'zi senga aytmoqchi emasdim, lekin sen aytishga majbur qilding. Nimani? Bugun Abrorbekni bir qiz bilan ko'rib qoldim. Juda ham chiroyli, kelishgan qiz ekan. Menimcha o'shanga uylansa kerak. Nima? Nega jahling chiqadi? Sen qadriga yetmagan erni kimdir qadriga yetadi. Bitta o'g'il bo'lsa, uy joyi tayin, ishi bor, qaynonasi ham tilla ayol. Bunaqa oilaga kim ham kelin bo'lmaydi. Rostdan Abror akamni begona qiz bilan ko'rdingizmi? Nima seni aldarmidim? Arzimagan bahonalar sabab yaxshi eringdan hali quruq qolmasaydik. O'ylanib qolding. Qizim, sen uyingga bor. Bugungi meni gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'rginda bitta fikrga kelgin. Hozir jahl ustida qilgan har bir qaroring seni bir umrga xato qilib qo'yishingga olib kelishi mumkin. Qizim, meni chaqirtirganimni oyingga aytmagin, xo'pmi? Xo'p. Mayli, endi boraver. Doim ishni o'ylab yuraverib, ayolimga rostdan ham vaqt ajratmadim. E'tibor qilmadim. Uni ko'ngliga qaramadim. Biror marta ham shirin so'z so'zlamadim. Zilola yomon emas. Xotin bo'lsa, shunchalik bo'ladi-da. U meni yaxshi ko'radi. Bor mehrini beradi. Aslida hamma ayb o'zimda. Zilola! Zilola! Labbiy Abror aka, Noshta tayyorlagin, ketishim kerak. ishga borasizmi? Bu qanaqa savol bo'ldi? Albatta boraman-da. Soat 9dan oshdi. Kech qolmaysizmi ish qilib? Yo'q, soat 11da yig'ilishim bor. Shunga yetib borsam bo'ldi. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Ha, aytgancha. Oqko'yni ham dazmollab qo'ydingmi? Yo'q, hozir bir pasda dazmollab qo'yaman. Men senga kecha tayyorlagandim-ku. Hozir agar so'ramasam ketar chog'imda ko'ylagingiz hali tayyormas deb turarmiding, ha? Kecha tayyorlaganingiz yodimda endi. Ko'rib turibsiz-ku. Uydagi ishlar ham tugaydi-miydi. Shu ishlar bilan bo'lib ulgura olmadim.
Hech gapdan qolmaysan desana. Unda bitta gapdan qol, ayol bo'lib. Namuncha qo'polsiz? Turmush qurganimizga hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. Siz esa mendan zerikdingiz-a? Ko'nglingiz bo'lmasa uylanib nima qilardingiz? Meni xotin o'rnida ko'rasizmi o'zi? Ko'p savol bermagin. Bunaqa saviyasiz savollarga toqatim yo'q. Meni savollarim saviyasiz bo'lib qoldimi? Men haqiqatni gapiryapman. Doim jirkib berasiz, qo'pol muomala qilasiz. Abror aka, sizni juda yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuz yoshlar bilan yuzlashib yuring. Hurmat bilan, Zilola. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Biror joyga borib bayramni nishonlaymizmi? Yo'q. Shu paytgacha tug'ilgan kunni uyda nishonlaganmiz. Bundan keyin ham shunday bo'ladi. Shunaqami? Ovqating tayyormi? Yarim soatlarda tayyor bo'ladi. Dasturxon ham tuzatyapman. Bo'pti, tez bo'la qol. Xo'p. Manzura opaning gaplarida jon bor. Chindan ham o'zimning xatolarim haqida hech o'ylab ko'rmabman. Erim qo'pol bo'lsa ham janjal qilmaydi. Biror marta menga qo'l ko'tarmagan. Men shunchalar izzat talab, hurmat talab bo'lib ketdimmi? Balki u bechora ham ishidan charchar, asabi buzilib kelar. Men esa doim undan shirin so'z kutib yashayman. Aslida har doim ham qo'pollik qilmaydi-ku. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldim. Abrorbek uyg'onmadimi? Ha, hozir turib qolsalar kerak. Choy ichib tursiz, men nonushta tayyorlab kelaman. Sizga necha marotaba aytganman-a? Oldin nonushtani tayyor qiladi. Ana undan keyin choylarni olib keladi issiqqina qilib. Nonushtani olib kelganingizcha mana choy ulgur sovib bo'ladi-ku. Uzr oyijon, men tez tayyorlab kelaman nonushtani. Kelin, sizga haligacha ko'k choy damlashni o'rgatolmadim-a? Uzr, sekin-sekin o'rganib olarman oyijon. Mayli. Ertalabdan kayfiyat tushirmaylik. Iltimos sizdan kelin. Bundan keyin bitta choynakda ko'k choy damlab keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yaxshi qilibdir deysizmi? Rahmat, yaxshi. Yaxshi bo'pti-da bolam. Yaxshi bo'pti. Hozir o'tirib nonushta qilamiz, xo'pmi? Buvijon, shirguch pishiribeyla. Eshitdingizmi kelin? Navarami shirguruch yegisi kelyapkan ekan. Nima? Shirguruch? Shirguruchni qanaqa qilinardi oyijon? Oppa. Onangiz o'rgatmaganmi? Uzr, oyijon, esimdan chiqibdi. Bo'pti, borib sut qaynating, o'zim borib qilaman. Xo'p bo'ladi oyijon. Manzura opa, uni bir qiz bilan ko'rdim dedimi? Erini boshqa birovga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Jahl qilib yuraversam, oilam buziladi. Xo'sh, keyingi hayotim qanday bo'ladi? Buni tasavvur qilishga ham qo'rqaman. Yaxshisi uyga qaytib, erimni va qaynonamni xizmatini qilaman. Assalomu alaykum, onajonim. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, o'zing ham yaxshi dam oldingmi? Ha, yaxshi, zo'r. Maza qilib uxlabman. Ha, yaxshi. Seni kutib o'tirgandim. Hozir nonushta tayyorlab kelaman. Ha, nonushta tayyorlasham o'zimga qolib ketdi. Oyijon, siz o'tira turing. Men bugun uydaman. Sizga bugun o'zim o'z qo'lim bilan chiroyli qilib nonushta tayyorlab beraman. Voy, kimdir keldi shekilli. Hayronman, ertalabdan mehmon kutyapsizmi? Yo'q. Bas, qaraychi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Zilola. Men keldim. Ha, ko'rib turaman, kelganing xush kelibsan. Kel, kir.
Buyuring. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling. Uzr oyijon, ertaroq kelib nonushta tayyorlamoqchi edim. Yo'lda biroz tirbandlikda qolib ketdim. Hech chiqisi yo'q, qizim. Men tezda nonushtani harakatini qilaman oyijon. Shirgurjam pishirib beraman. Men hozir tezda kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Mayli. Men qara. Sen olib keldingmi? Ha, yo'q, oyi o'zi keldi. Rostdan. Xayriyat. Ochiq kiyganiga rosa xursand bo'ldim. Ha, onasi? Ha, bu biror yoqqa ketyapsanmi? Ishga ketyapman. Ha, ishga? Ha, ishdan bo'shagandim deganding-ku. Shunday deb aldagandim dadasi. Aslida ishdan bo'shaganim yo'q. Charchaganim uchun 10 kunga ta'til olgandim xolos. Menga qara. Ana u Farida opa sen bilan yana janjallashmasmikin? Nega janjallashadilar? Har kuni qo'ng'iroqlashib turibmiz. Endicha og'izlaridan bol tomib kelinlarni maqtayaptilar. Bu yoqda Zarif opa ham qilgan ishlaridan uyalib har ko'rganda uzr so'ragan. Ha, bu Zilolaxonning oilasi tinib tinchib ketgani yaxshi bo'pti. Yoshlarni baxtini bersin. Endi hech qachon urushmasin ish qilib. Urushishmaydi dadasi. Mana men kafilman. Mayli onasi. Men borib mashinani tayyorlab turaman. Tezroq chiqsang, sen ham ishingga tashlab ketaman, maylimi? Tezroq chiqqin. Mayli. Alo, eshitaman? Assalomu alaykum. Opajon, sizni mahallangizda Maftuna degan qiz yashar ekan, a? Maftunami? Mendan keyingi ko'chada yashaydi. Tinchlikmi? O'sha qizni kelin qilmoqchi edik. Oilasi qanaqa, opa? Yaxshi oilami? Nima?